Biz mana şu dünya hayatida önümlük bir narsaga erishishimiz uchun, ya'ni önümlük bir natijaga yetishimiz uchun biz maqsad qilgan maqsad bilan shuningda shu maqsadga yetish uchun g'oya qilgan mana shu dunyoninki qimmatining selishtirmasini yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Qanday desanglar? Masalan bir mu'min Xudo Alloh subhanahu va taolo aytgandek, ya'ni buning g'oyasi oxirat bo'ladi. Alloh taolaning roziligi bo'ladi. Bu buning g'oyasi. Endi bu shu g'oyaga yetish uchun shu dunyoni ishlatadi. Mana shu dunyoni ishlatadi. Endi bu shu g'oyadan voz kechmay shunga yetish uchun mana bu dunyoning arzimas narsa ekanligini bilish kerak bo'ladi. Agar unda bo'lmaganda cho'tsa, mana shu dunyo uchun dinini ham sotadi bu, hamma narsasini dunyo uchun vayron qilib qo'yadi. Agar bunga nisbatan eng muhim narsa oxirat, Alloh taolaning roziligi, Alloh taolaning jannati. Mana bu asli g'oyasi, asli maqsadi bu bo'lgan vaqtingiz cho'tsa, buningga qolgan narsalarning hammasi yengil tuyuladi. Shuning uchun men sizlarga tunji eslatmoqchi bo'lganim fikrim, Alloh subhanahu va taolo manfaatli qilib bersin. Mana shu dunyo hayoti bizning g'oyamiz bo'lib qolmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo shu dunyo hayotidan manfaatlanib turib, o'ziga qulchilik qilish uchun Alloh bizni yaratgan. Dunyo hayotidan manfaatlanamiz, Alloh taolo yo'l qo'ygan doirada shuning vositasi bilan Alloh taolo qulchilik qilamiz. Mana bu bizning Alloh taolaning rozi qilgan yo'limiz. Endi biz shu dunyoninki arzimas narsa ekanligini nimadan bilib olamiz desanglar, qaraysizlar, tarixdan beri mayli uning qadr-qimmat qanchalik inson bo'lib ketsin, hatto Allohning payg'ambari bo'lsa ham mana shu dunyoda qolib qolmadi. Alloh subhanahu va taolo o'z dargohiga olib ketdi. O'zimizdan atrofidagi holatlardan fikr qilib bir nazar soladigan bo'lsak, bir inson har qancha uzun umr ko'rib ketsa shu 100 yilning oldi keyinda bo'ladi. Bas shu. Demak bu hayotdan inson ketib qoladi. Hamda ketgandan keyin biz nega boramiz? Mana bu narsa bizni g'amga soladigan narsa bo'lish kerak fikrlarim. Mana shu bizni g'amga soladigan narsa bo'lgan vaqtimizda, anadan keyin biz dunyo hayotidan loyiqida manfaatlanamiz. Rasululloh alayhisolam hadis sharifda aytdi. Atani Jibril faqal ya Muhammad, "Aish ma shi'ta fa innaka mayitun." Menga dedi Rasululloh alayhisolam, Jibril kelib shunday aytdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen xohlagancha yashag'in, hamon o'lib ketsa dedi. Hamma o'lib ketsin. Mana bu Alloh taolaning payg'ambari, Allohning xalili, ya'ni insonlarning sayyidi, eng ulug' bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytilgan so'z. Qanday yashasang yasha, o'lib ketsa dedi. Demak biz o'lib ketimiz ko'rdim, hamon ketib qolamiz. Lekin biz shu hamon ketib qoldigan dunyo bo'lganlik uchun bu biz Rabbimizni ham rozi qila oladigan, o'zimizdan keyingi kishilarga ham yuz kela oladigan, bizni tarbiyalagan ustozlarimizning ham yuzini yo'riq qiladigan bir hayotni yashashimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima desa, biz mana shu hayotning bir fani hayot ekanligini bilib, asli g'oyamiz, asli bizni kutib turayotgan hayotlik, mangulik hayotlik uchun tirishchilik ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Mana bu narsani hech qachon insondan chiqarib qo'ymayman. إليك سرائرا يستودع